Yaxshilab yop oyoqni. Oyog'ingni yaxshilab yop, tuzalib ketasan bu qumdan keyin. Sen hali ham siyib qo'yapsan. Yaxshilab ko'm. Ha, qo'shni. Sen ham yaxshilab ko'm. Sen ham siyib qo'yapsan. Qumni ko'mib bolalarni issiqda. Bolalardan zaka o'tib ketibdi. Buni qarang, bittasi ikkitasi siyib qo'yapti, o'g'lan oyoq og'rib, beli og'riyapti. Bu eskilik-ku, buni yig'ishtiring, qo'shni yangilik bor. Endi bolalaringiz oyog'idan sovuq o'tmaydi. Nima yangilik? Ha, yuring. Yangilikda zo'ri bo'ladi. Mana buni qarang. Mana bunaqa to'pli pollardan qiladigan bo'lsangiz boru, bolajoningiz ham o'zingiz ham bunaqa ishlarni qilib qo'ymaysiz. Devoringiz quruq turadi. Mana buni qarang. Oyog'ingiz tagi issiqqina bo'ladi, mazasidan bo'ladi. Farg'onani Bog'dotidan ustakalarimiz, operator bitta ko'rsating, 1 metr kvadratini mana shunaqangi issiq pollarni 40 mingdan boshlab 50 minggacha qilib beryapti. Ya'ni vodiy bo'ylab. Mana shu Farg'ona ichiga 40 mingdan Andijon, Namangan taraflarga 50 mingdan kvadrat usta haqis qilib berar ekan. Garantiyasi bormi o'zi? Garantiyasi bor. Qarang, juda sifatli qilib qilingan. Oraliq masofalari ham 15 santimetrlarda. Ishlarga garantiya beradi, issiq bo'ladi. Mana bu yerga radiator qo'yadigan bo'lsa, radiatorlarni polni tortib, yoqadigan holatga qilib berishi 400 mingdan 500 minggacha. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r.